Diqqat savol, molxonalarda bunga o'xshash kattakon nima uchun qo'yiladi? Agar siz buqa boqmoqchi bo'lsangiz va bunga o'xshash yosh buqa olib kelib boqayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz juda ham yaxshi ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Sababi bularga qanday vaksinalar qilinadi va bu mollarni nech oyda semirtirish usuligacha gaplashib, ratsionlar haqida gaplashib o'tamiz. Chorvador akalarimiz qizg'anchiq bo'lmaysizlar. Like bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Yangi buqa olib kelib boqayotgan va bunga o'xshash vannasi yo'q akalarga videoni albatta jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Tayyormisizlar? Videoni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz. Qani biz boshladik. Shu buqalar bo'yicha veterinar, assalomu alaykum. Bahorjon aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlarga mol boqish to'g'risida, ya'ni hozir qish oylarida Tohirjon aka, birinchi savolim, qish oylariga mollar qanday kasalliklarga chalinadi va ularga qanday davo topishimiz mumkin va bu mollarimiz qanday holatda kelgan? Mana ko'rib turibman, o'jarim juda ham charchoq holatda kelgan. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rib turgan buqachalaring 6 yoki 5 oylik holatida kelgan. Bizga kelgan paytda avvalambor yo'l charchag'i, stress bilan stomatga chalingan holatda ozgina bir ozg'inroq, bundan ko'ra ozg'inroq holatda kelgan. Kelganiga ko'p bo'lmadi, 1 oy to'ldi. Bu hayvonlarimizni hali ham davolash ishlaridamiz. Hayvonlarimiz hozirgi paytda qish kunida aynan bizning hududda ko'proq stomatit yoki tuyoq og'riq kasalliklari bilan hozirgi noyabr oyi deb oladigan bo'lsak, shu kasallik bilan ko'proq kurashilyapti. Oldini olish bilan davolash bilan shug'ullanilyapti. Bular ham xuddi o'sha stomatit bilan kelgan. Hozir deyarli 90% hayvonimiz chiqqan. Shu 2 dona hayvonimizda oyoq og'riqlari bor. O'zgarishlari hozirda o'zgardi deb ayta olamiz. Faqatgina kasallikdan chiqarib, stressdan chiqarib oldik. Kasallikdan chiqarib, stressdan chiqarib, keyin bemalol boquvga qo'ysa bo'laveradi. Ha, shunday. Dastlab bular emas, jamiki qandaydir bir hayvonlar olib kelinsa, dastavval boqishda kuchli ratsion bilan boqish kerak emas. Bularni chiqarish, bizda hozir mana bularga berilayotganlari silos o'sha kepak sepib beriladi. 1 kilo oshiq miqdorda har biriga, obedda beda beriladi, quruq xashak. Suvlari doimiy o'sha suv idishlari qo'yilgan. Shu holatda hozir boqilyapti. Endi mana shu haftani boshiga xudo xolasa ratsionga o'tkazdiramiz. Haftani boshiga. Yana bitta savol, nima sababdan bu misol uchun katta vanna qo'yilgan? Nima kasallikka davo bo'lishi mumkin bu? Bu fan tilida dizabar deyiladi. Bu kasallikka davo yoki shifo deb ayta olamiz. Jamiki hamma mol boqadigan joylarda bo'lish kerak. Bu avvalambor hayvon tuyog'idan yoki bo'lmasa bu dizabar, dizamat degan narsasi ham bor. Ikki xil misol dezinfeksiyalovchi holatda. Inson kirib keladigan joyga dizamat qo'yiladi, u firmaga kirish qismiga qo'yiladi. Bu dizabar deyiladi. Bu hayvonlar kechib o'tgan paytda tuyoqdagi infeksiyalar o'ladi. Bu minga 5 nisbatdagi muskoporosini eritmasi, kreolin bilan aralashtirilgan holatdagi eritmasi tuyoqdagi infeksiyalarni o'ldirish, pododermatit, nekrobakterioz kasalliklarning oldini olish, o'sha stomatitdan keyingi kelib chiqadigan tuyoq kasalliklarini ham oldini olish maqsadida, davolash maqsadida qo'yilgan. Tushunarli. Bu bir marta suv quyib qo'yilsa bo'ldimi, aralashtirib yo bunga e'tibor talab qilinadi? Bu aka ertalab o'tkazilgan paytda, bular hozir kechqurun bu yerga ichkariga qamab qo'yiladi. O'tkazilib turgan paytda iliq holatda o'tkazilishi kerak. Muzday holatda foydalansa faqatgina ziyon bo'ladi. Foydasi yo'q. Iliq holatda, tana haroratidan yuqori, ya'ni o'sha 40 gradusga yaqin holatda bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mollarga juda ham yaxshi effekt beradi. Shunday. Hozir mana qish oyiga kirib kelyapmiz. Mollar ko'ryapman, o'rtoqlarim ham, boshqalar ham qandaydir boshqacha kasallikka mollar uchradi hozir ko'p holatda. Nima deyiladi uni? Stomatit. Og'iz og'riq kasalligi. Og'iz og'riq kasalligi. Ularga qanday yechim qilishimiz mumkin? Hozir ko'pchilik bunga qiynalyapti, qo'pol qilib aytganda. Xo'p, stomatitga aynan bitta davo degan dorimiz yo'q. Buni xalqqa ochiq o'ydan aytishimiz kerak. Mana bu dori zo'r effekt beradi yoki bunda nima qilish kerak? Avvalambor immunitetni ko'tarish kerak. Yaxshi oziqlantirish kerak hayvon kasallanmasdan oldin. Kasallandimi yoki o'sha vaksinatsiya qilish kerak. Vaksinatsiya qilishga ulgurilmasdan oldin yangi kelgan hayvonlar kasallanib qolgudek bo'lsa, ikkilamchi yallig'lanishga qarshi antibiotiklar, oksitraskilin, telazin yoki bo'lmasa pensilin, streptomycin aralashmali antibiotiklarimiz. Bular yaxshi effekt beradi. Eng yaxshi yechimi giperimmun qon zardobi. Bu nima? Tuzalgan moldan, 40 kun o'tgan moldan qon olib turib, sentrifugalab giperimmun qon zardobini, ya'ni qon zardobini ajratib olib turib, sog'lom hayvonga, teri ostiga yoki muskulga jo'natib qo'yilsa, tuzalish tezroq bo'ladi. Og'zini yuvish, shunaqa narsalar ham bormi? Og'zini yuvish, dezinfeksiyalovchilar bu xalq juda ham yaxshi biladi bu narsani. Kuniga 3 mahaldan margansovkali suv bilan yoki bo'lmasa muskoporosini o'sha
menga to'g'ri nisbatdagi quyuq bo'lmagan holatda, chunki o'yuvchi narsalar bilan og'izni ko'p yuvib bo'lmaydi. Shu holatda yuvib turish kerak, tuyoqlarni yuvib turish kerak. Keyin og'izni toza qilib latamidan artib, o'sha o'lik to'qimalar bo'ladi og'izda yoki tuyoqda, o'shalarni ajratib tashlash kerak. Tushunarli. Agar mollari ko'p bo'ladigan bo'lsa, bunga o'xshash qilishlari ham mumkin. Shunday. To'g'rimi? Ko'p Og'izni bo'lmasdan turib, yuvib, bitta bo'lsa ham qilinsa bo'ladi, chunki bu juda ham katta rasxod emas. Buni 100 litr suvga o'sha 5 kilogramm nimani mis kuporosini eritib turib, o'sha tashlab qo'yilsa, hayvon o'tib tursa, bunda oyoqqa sachilgandan ko'ra effekti yaxshiroq bo'ladi bu narsani. Oyoqqa sachilgandan ko'ra effekti yaxshiroq bo'ladi, chunki tuyoqning ichigacha kirib boradi. Tuyoqning ichigacha kirib borib, toza bo'lib yuboradi. juda yaxshi. Qarang, bu mollarni boqishdan oldin, mana hozir ratsion haqida, bir haftadan keyin ratsionga tuziladi dedingiz. Bularga qanday tuziladi? Ya'ni bu hozir yosh bo'lsa bular, Shunday boquvga tayyorgarlikda nimalarga e'tibor berishlari kerak, qanday ratsion qilishlari kerak? bularni hozir ratsion qilishimizdan maqsad o'sish rivojlanishini tezlashtirish. Misol normaga holatga olib kelish uchun birinchi o'rinda kalsiy, vitamin, mineral moddalar. Keyin tez hazm bo'luvchi va ko'proq energiya ajratuvchi moddalar. Bularga soya shirotini kirgizsak bo'ladi. Bu energiyasi juda ham yuqori, protein miqdori yuqori, kungaboqar, raps shirotlari, bularni qo'shsak bo'ladi. Arpa uni, makka uni, bug'doy yormasi, shunday narsalardan aralashtirib turib, bundan oldin ham o'sha videolarda yana nima qilganmiz, buni to'liq yoritib beramiz, video davomida yoritib beramiz. Shulardan ratsion qilib tayyorlab, kuniga 2 mahaldan bersa bo'ladi. Mana shu mollarga hozir shu ratsionni yemimizdan hozir tayyor nimalarni qilib qo'yganmiz. Ularni aralashtirishimiz kerak, keginlancha ulgurmadik. O'sha holatdagi yemlardan hozir 800 grammdan boshlaymiz. 800 gramm. Bir mahaliga 800 grammdan boshlaymiz. Chunki tirik besi bularda 200 kilolik hayvon yo'q ichida. O'zi aytib turibdi. Kichik hayvonlar hammasi, shuning uchun 800 grammdan boshlab, uyog'iga o'sha oy o'tgan sari, ves kattalashgan sari 100 gramm, 200 gramm, 300 gramm ana 1,5 kilo, 2 kilogacha chiqarib borsa, hayvon o'zgarishi yaxshi bo'laveradi. Juda ham zo'r. Tohirjon aka, hozir buqalarimiz yosh ekan. Hozir bularga nima beryapsiz hozirgi kunlarda? Xo'p, hozirgi kunda bularga silos berilyapti. Mana ko'rishlaring mumkin, donli silosimiz. Buni ustiga 25 kilogramm, o'sha har bittasiga 1 kilo 200 miqdorida kepak tushadi. Ustiga sepib beramiz. Bular o'sha kun bo'yi ozuqasi turadi. O'sha kechga paytga yana to'rda rejim bilan. Ertalab bir mahal, kechga payt to'rga yana bir mahal silos solinadi. U narigi tomondan quruq xashagimiz, ya'ni beda solinadi. Beda nima uchun kerak? Hayvonlarda o'sha beda singishi oson yosh hayvonlarga. Ayniqsa sigirlarga juda ham yaxshi effekt beradi, chorvadorlar yaxshi biladi buni. Hozircha boqib turgan narsamiz shu kepakka trikalsiy fosfatni qo'shib, kalsiy miqdorini ushlab turish maqsadida qo'shib berib turilibdi. Endi bundan bag'iga endi ratsionga o'tamiz aka. Bularda o'sha immunitetini ko'tarib, kasallikka qarshi kurashishga harakat qilindi. Bu kasallikka kurashishga nimalar qildingiz? Xo'p, men doimiy foydalanadigan narsam umumiy hamma kasallikka, bitta stomatitga emas, juda ham ko'p hayvonlarga, juda ham ko'p kiradigan chorvadorlarga maslahat beraman. Miostech preparat aka. Miostech bu nima qiladi? Hayvonning immunitetini ko'taradi, Bahrom aka. Birinchi o'rinda immunitetni ko'taradi. Oqsil zanjirlarning aminokislota zanjirlari bo'ladi. O'sha biologiya, kimyoni yaxshi o'qiganlar biladi. Ana shu zanjirlarni mustahkamlaganning hisobiga hayvon immuniteti o'z-o'zidan ko'tariladi. Ya'ni kasallikka chalinuvchi ham bo'lmaydi, ishtahasi bo'g'ilib qolmaydi, o'sish, rivojlanish, tulash, suyak to'qimasini o'sishi bularga har tomonlama effekt beradi. Lekin bitta narsa, miostani qilib qo'yilgan bilan qarovsiz qoldirish bo'lmaydi. Ko'pchilik noliydi, miosta qildim, hayvonim o'zgarmadi. Miosta qilingan hayvonga albatta shu miosta singdirilib beradigan darajada ozuqani berish kerak. Hozir qarang, ozuqa berish kerak deyapsiz. Bu miosta nimalarga, misol uchun ozuqa berish kerak? Nimalarga qiladi? Misol uchun qarang, protein miqdori bor, molni semirtirib zo'r qilish uchun, yana oqsillar va boshqalar bor. Ularni oshqozonga tushgandan keyin bu nimalar qilib beradi? Misol uchun Xuddi negativlarimizdek savol beryapsiz. Mana shu savolga javob aka. Negativda bergan yaxshi-da aka. Miostech preparati aka, men o'zimda hayvonlarimda ham ko'rganim, qilingandan keyin yey turgan ozuqasidagi energiyani to'liq tanaga singdirib beradi. Bu o'zidan o'zi energiya chiqarmaydi. Berib turgan ozuqangizdagi tarkibidagi energiyani, kilokaloriyani tanaga singdirib beradi. Semirishi, o'sha tulashi, misol buni qilishdan oldin albatta bitta narsa aka, ichki tashqi parazitlarga ukol qilib olish kerak. Shart. Qarang, yana bitta narsa savol. Endi gapingiz bo'ldi, ming bor uzr.
ichki tashqi parazitlarga qilingandan keyin necha kunda bu qilinadi? Xo'p, Misol uchun yaxshi savol bo'ldi aka. Har qanday vaksinatsiya ichki tashqi parazitlarga qarshi ukol qilingandan keyin kamida bir kun o'tsin. Sabab 21 kun. ular kurashib organizmdan chiqib ketvasin. Undan keyin qilinsa yaxshi effekt beradi. Mana yangi hayvon olib kelishdi chorvadorlarimiz, olib kelinganda albatta hamma ichki tashqi parazitga ukol qildiriladi. U bilan birgalikda vitamin plus mineral moddalarni qilinsa, hayvon o'sha parazitlarni tushirib olishiga yaxshi effekt beradi. Keyin bir kun o'tkazib turib, Miostage preparatini har oyda 3 oy mobaynida o'sha 3 marta qiyizdirilsa aka, bu halol ekan bu. Halol sertifikati bor. Qilinsa effekti yaxshi bo'ladi aka. Tushunarli. Juda yaxshi. Xo'p, keyin yana bitta narsa. Hozirgi holatdagi kasalliklar borki, qish oyida. Bu immunitet ko'taradi deyapsiz. To'g'rimi? Immunitet zo'r bo'lgandan keyin bu mol ham yaxshi semiradi va yaxshi yeydi. Shunday. To'g'rimi? Bu hozirgi kasalliklarga qanday qilganingizdan keyin bu kasallikdan qanday o'tdi mollar? Misol uchun mana shu Miostage men kanalimdagilarga ham, kuzatuvchilarim ham biladi. Men nimanidir reklamasiga yo boshqa narsasiga emas, men to'liq effekt bergan narsani insonlarga ko'rsatib beraman. Mana shu narsa hozirgi stomatit dedingiz va yana tuyoq kasalliklari dedingiz. Qilganingizdan keyin bu mollar qanday o'zgarish bo'ldi ularda? Xo'p, Miostagesiz davolangan klientlarimiz ham bor aka, stomatit kasalligidan. Ulardagi tashli 15-20 kun atrofida tuyoqlar to'g'irlanib, o'sha bir xil lecheniya faqat Miostage foydalanmasdan turib, buni ko'pchilik gormon deb o'ylaydi-da aka. Miostage foydalanmasdan turib, antibiotik bilan o'sha tuyoqlarni tozalab davolaganimizda 15 kun, 20 kun vaqt ketyapti aka. Buni qilingandan keyin bir hafta uzoq. Demak, 7 kun ichida Miostage bilan davolangan hayvonlar plyusga o'tib, o'zini misol immunitetini hosil qilib, tuzalishni tezlashyapti aka. Tushunarli. Oldindan qilib yurilgan mollar aka deyarli stomatitdan bo'lmayapti. Bo'lgani Bu ham dorini maqtashmasin, lekin stomatitdan juda ham yengil ochib ko'rsam bo'ladi. Bemalol. Aloqaga chiqinglar, sifatlisini qayerdan olishlaringda hamma viloyatdagi vet aptekalarda nomeringizni ham qo'yib ketaveraman, bemalol. Bemalol aka. Qo'yib qo'yasiz. Opisiyaniyada nomerlarni qo'yib ketaman, bemalol telefon qilib ma'lumot olishlari juda ham mumkin. zo'r. Qarang, mana hozir videoni oldik. Xo'p, bugun 18-noyabr sanasi. Shunday. 2025-yil 18-noyabr. Biz xudo xohlasa salkam 40 kun ichida yana kelib video olamiz siz bilan birga. Bo'ladimi? Bo'ladi. O'shanda insonlarga o'zgarishini, effektini va o'sha paytdagi ratsionni ham ko'rsatib o'tiladi. Oxirjon aka, mana qish oyidagi mol boqadigan, buqa boqadigan akalarimizga misol uchun ratsion bo'yicha yoki davolanishini tabiiy usullari bo'yicha ham bitta maslahatingizni bersangiz, hamma narsani oxiri bordek video roligimizni yakunlardik. Xo'p, hayvonni boqishda tabiiy halol narsalardan foydalanishimiz albatta muhim. Bularga o'sha mana hozir aytdik, bu yerda hech qanaqangi sun'iy narsa yoki gormonizatsiya yo'q. Silos, kepak, boshlang'ich olib kelingan paytda silos bilan kepak yengil hazm bo'luvchi, tez singuvchi narsalar. Bular stressdan chiqib turib, o'zi hayvonni joyiga moslashishiga yaxshi effekt beradi. Undan keyin o'sha 1 oy muddat o'tgandan keyin asta-asta o'sha o'zingizning ratsioningizga, qanday ratsionda bo'lsangiz, o'sha ratsionga asta-asta kirgizib borish kerak va tavsiya beramiz hayvonlarni sog'lom semirishi, immunitet mustahkam bo'lishi uchun Miostage preparatidan foydalanishda. Tushunarli. Xo'p, Miostage preparati juda ham foydali, to'g'rimi? Shunday. Juda ham yaxshi. Men aka nima deydi? Tabiiy usulda boqishni ham videolarini qilganman. Ko'pchilik buni biladi va hozir Miostage preparatidan foydalansa, o'sha boya aytganingizdek 1 kilo yem berdik. Endi sizga ochiqcha aytadigan bo'lsa, 1 kilo yem beryapmiz. Ichkarida hazm bo'lishi 40%. Hazm bo'lyapti. 60% tashqariga chiqib ketyapti. To'g'rimi? O'shani agarda bundan bittani qilinadigan bo'lsa, 40% emas, 70% ichkaridagi yem hazm bo'lib, tanaga singib, molni tezroq semirtirishiga. Shunday. Shunaqami? Effekti shunday. Miostani effekti aynan shu. Bu videoda ko'proq singishi. Bu videoda sizdan tushuncha olganim mana shunaqa holat bo'lyapti. Xuddi shunday aka. Xudo xolasa 40 kundan keyin buni amalda sizlarga ko'rsatamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yinglar.